Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz ma'ruza turlari, muammoli ma'ruza, vizuallashtirish ma'ruzasi, hamkorlikdagi ma'ruza, press-konferensiya ma'ruzasi va suhbat ma'ruzasi. Reja. Birinchisi. Ma'ruza turlarining umumiy tavsifi. 2. Zamonaviy ma'ruza turlarining mazmuni va xususiyatlari. 3. Ta'lim jarayonida ma'ruza turlaridan samarali foydalanish yo'llari. Ma'ruza turlarining umumiy tavsifi. Ma'ruzalar turlari haqida umumiy ma'lumotlar, ularning ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari. Muammoli ma'ruza, vizuallashtirish ma'ruza, hamkorlikdagi ma'ruza, press-konferensiya va suhbat ma'ruza turlarining asosiy farqlari va qo'llanishi. Har bir ma'ruza turi o'ziga xos metodologiya va pedagogik maqsadlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularning ta'siri va natijalarini tushuntirish muhim hisoblanadi. Muammoli ma'ruza. Muammoli ma'ruza muayyan muammo va savollarga asoslangan bo'lib, talabalarni muammo yechimiga qiziqishini rivojlantirish uchun mo'ljallangan. Misol uchun, iqtisodiy inqiroz, ekologik muammolar. Bu usul fikrlash va muammo hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Muammoli ma'ruza boshqa turlardan farqi muammo asosida muloqot va mustaqil fikrlashni qo'llab-quvvatlaydi. Bu talabalarning fikrlash imkoniyatini kengaytiradi. Vizuallashtirish ma'ruzasi. Vizuallashtirish ma'ruzasi ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. U usullari grafiklar, diagrammalar, multimedialar orqali ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, tushunishni soddalashtiradi va fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Zamonaviy texnologiyalar bilan qo'llab-quvvatlangan vizuallashtirish samaradorligini oshiradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Hamkorlikdagi ma'ruza. Ta'rif va afzalliklari. Hamkorlikdagi ma'ruza o'quvchilar orasida faol muloqotni ta'minlaydigan interaktiv ta'lim usuli hisoblanadi. Bu usul o'quvchilarning muloqot qilish, zamonaviy fikrlash va muammoni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Qanday amalga oshiriladi va rivojlantiriladi? Hamkorlikdagi ma'ruza sinfda o'quvchilar o'rtasida guruhlash, muhokama va fikr almashish orqali amalga oshiriladi. O'qituvchi savollar, diskussiyalar va guruh ishlari orqali muloqotni rivojlantirish uchun usullar qo'yadi. Press-konferensiya ma'ruzasi. Press-konferensiya ma'ruzasi davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan ommaviy axborot vositalariga ma'lumot berish uchun o'tkaziladi. Bu turdagi ma'ruzalar odatda rasmiy, aniq va qisqa bo'lib, asosiy xabarlarni taqdim etishga qaratilgan. Tayyorlanishda mavzu, maqsad va auditoriya ehtiyojlariga e'tibor qaratiladi. Vizual yordamlar, savol-javoblar va rasmiy bayonotlar keng qo'llaniladi. Press-konferensiya ma'ruzalarining asosiy xususiyatlari: rasmiylik, qisqa va aniq bo'lishi, maqsadga muvofiqligi va ommaviy axborot vositalari bilan faol aloqa qilishi hisoblanadi. Bu ma'ruzalar odatda mavzuni tezda tushuntirish va muhim xabarlarni yetkazish uchun tayyorlanadi. Samimiylik, professionalizm muhim, shuningdek, tayyorgarlik jarayonida savol-javob va vizual materiallar muhim rol o'ynaydi. Suhbat ma'ruzasi. Suhbat ma'ruzasi interaktiv ta'lim shakli bo'lib, unda o'qituvchi va o'quvchilar fikr almashadi. Bu usul fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, mavzuni chuqur tushunishga yordam beradi va faollikni oshiradi. Odatda savol-javob yoki muhokama tarzida olib boriladi.
Zamonaviy ma'ruzalar. Zamonaviy ma'ruzalar turli maqsadlar uchun o'tkaziladi. Misol uchun, ta'lim, axborot, fikr-mulohaza va muhokama. Ular samarali muloqot va tushunishni ta'minlaydi. Interaktiv va vizual yordamlar bilan boyitilgan bo'lib, texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Bu ta'lim samaradorligini oshiradi va fikrlarni ochiq ifoda etishga imkon yaratadi. Muammolarni hal qilish va innovatsiyalarni targ'ib qilish uchun platforma bo'lib, mualliflar keng auditoriyaga fikrlarni yetkazadilar. Muammoli ma'ruzalar. Muammoli ma'ruzalar muayyan yoki muhim muammo atrofida qurilgan ta'lim shakli bo'lib, unda muammoni tahlil qilish va yechim topishni talab qiladi. Misol sifatida, iqtisodiyotda narxlarning o'zgarishi, ekologiyada ifloslanish muammolari, texnologiyada innovatsiyalar yoki jamiyatdagi muhim muammolar keltirilishi mumkin. Ma'ruza turlaridan foydalanish. Ma'ruzalar turlarining muhimligi. To'g'ri tanlangan ma'ruzalar turlari ta'lim jarayonida samaradorlikni oshiradi. Muammoli vizuallashtirish, hamkorlikdagi press-konferensiya va suhbat ma'ruzalarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud hisoblanadi. Ularni samarali qo'llash usullari. Har bir ma'ruzaga mos usullar tanlash, muhim diagrammalar, vizual yordamlar va faol ishtirokni qo'llash muammoni aniqlash va yechim taklif qilishga yordam beradi. Bu usullar ta'limni qiziqarli qiladi. Amaliy misollar va tavsiyalar. Masalan, muammoli ma'ruzada talabalarni muammoni aniqlash va yechim topishga undash. Vizual ma'ruzalar uchun statistik ma'lumotlar va diagrammalar, ishtirokni oshirish uchun tavsiyalar beriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'ruzalar turlarining asosiy xususiyatlari va vazifalari muammoli vizuallashtirish, hamkorlikdagi press-konferensiya va suhbat kabi ma'ruzalardan iborat hisoblanadi. Har bir tur ma'lumotni taqdim etish usuli va ta'limda o'rnini anglash usuli bilan farq qiladi. Muammoli ma'ruzalar muammo yechishga yordam beradi, vizuallashtirish esa samarali hamkorlik faoliyatini oshiradi. Press-konferensiya va suhbat ma'ruzalarining o'ziga xosligi va tayyorlash usullari. Shuningdek, zamonaviy ma'ruza turlarining ta'limdagi o'rnini umumiy tarzda ko'rib chiqiladi. Foydalanilgan adabiyotlar mavjud. Ma'ruzalar bo'yicha quyidagi adabiyotlardan qo'shimcha ma'lumotlar topishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.